Salam dostum, Nebaharning dunyosiga xush keldingiz. Bugun qarindoshlar bilan aqlimni lol qilgan va meni cho'nqur xiyol dunyosiga cho'ktirib, ilhom buloqlaridan inchilar tizdirgan bir usul haqidagi hislarimni o'rtoqlashmoqchiman. Go'yoki men usulchi bilan birlikda tug'ilib, birlikda yulqinib, birlikda nurga ulaşkan edim. Kız ufukni ko'zladi. Ko'zladi-yu, ko'zi qo'rqdi. Ammo qadam-qadam mingan seri ko'zi unchalik qo'rqmadi. Chunki u g'oyasini ko'kdagi o'kar yulduzga etivatgan edi. Osmonda onunğa o'kar yulduz yo'l ko'rsatib turardi. U sochlarini iroda kemiri bilan bog'lab olgan edi. Kemir uning havaslarini qisib turardi. U qoshlarini qiyoq qilib hilal oyga jib qildi. Hilal oy toki u ufukka yetguncha uni dumbasida hapash qilib ko'taradi. U yuragini Zemin anaga topshirgan edi. Zemin ana uni yetarlik havo bilan boqatdi. U ko'kdagi hilal oy va yulduzni qalbiga tengib, yo'lni davomlashtirib ketavatdi. Qiz dovonlardan o'tib, cho'lliklarni kezib o'tdi. Manga u charchadi, qussidi, yana yo'lini davomlashtirdi. Safarda çatqallar yo'lini to'sdi. Lekin u elishdi, tirmashdi, to'lg'andi. Oxiri horg'inlikdan uxlab qoldi. Quyoshning teptidan cho'llik ko'yi qapqa aylangan edi. Qahramonlarning qini bilan bo'yalgan insijin yo'q yolg'onliq dalalarda qushlar kelib, uni yana uxlab qolgan yeridan uyg'otdi. Qiz daladagi qabrsiz qolgan ajdodlarining tuproqlariga sajda qilib, ularning vaz nasihatlarini o'ziga vasitayoq qilib, yana ufukka qarab yo'lini davom qildi. Qizga hamroh bir Allohi bor edi. Ruhi bor edi. Yana xalqi bor edi. Qiz cho'llikdimi mo'jiza kabi kesib o'tdi. Endiki yo'llar ravon va tuz edi. Qiz qulluq zanjirini chiqib tashladi. Qiz o'zini saqlayotgan rishti chigilgan shu ufukning vasliga yetib, gulzorlikda xushnava ayladi. Riyosat o'tida tovlangan yuragi oxiri erk jamini chandan to'ldirib maylaga qo'ndi. Qiz chehri visol mavjida javlon qildi.